Bizni esa sinfimizda, bizning studiyamizda birinchi o'quvchimiz, birinchi mehmonimiz tashrif buyurganlar. Qo'shiq aytib kirsalar kerak a. Qo'shiq aytibmi? Ularning shunaqangi chiroyli qo'shiqlari bor. Albatta, kecha suhbatlashganimizda bir do'stimizga aytdim, ertalab mana shu mehmon studiyada mehmon bo'ladi deganimda, bo'ldi, bugun vaqtliroq turishga harakat qilaman dedi. Chunki aynan Alijon Isoqovning haqiqiy fanatlari ekanlar-da, endi ruschasiga aytganda. Jonbozlari ekanlar. Muxlislari. Alijon Isoqov studiyamiz mehmonlar. Marhamat, kutib olaman. O'zbegim qizlari hayoli iboli go'zal qizlari bunchalar hey go'zalsiz dunyoda tengi yo'q o'zbek qizlari. Maqtovga arzib o'zingiz, oxuni eslatar shahlo ko'zingiz. Oy desam oydanda yorug' yuzingiz. O'zbegim hayoli go'zal qizlari, ey o'zbegim hayoli go'zal qizlari. Qizlari, qizlari, o'zbegim hayoli go'zal qizlari, qizlari, hey qizlari. O'zbegim iboli go'zal qizlari.
rahmat. Soqin. Va Zahraxon Abdurahmonova rahmat. Zahraxon, rahmat sizga.